Ameliyat kayfiyat. Bugun necha yil bo'ldi kursdoshlarni? 10 yil bo'ldi. Bugun sizlarni xursand qilish uchun tashrif buyurdik. Sog'inchli xumorini aytgan keldik. Ko'ngillik zorini aytgan keldik. Yurakda borini aytgan keldik. Biz sizlarni sog'inib keldik. Ba'zi bor ko'rmayin ko'zlaringda yosh, sen uchun porlasin ko'klarda quyosh. Ayriliq ko'ksimda bo'ldi og'ir tosh, baxtli bo'l, bir aziz kursdosh. Endi o'tgan kunlar senga hayoldir, u kunlar xotira bizga yodgordir. Qaydasan kursdosh, dilga savoldir, baxtli bo'l, bir aziz kursdosh. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demak yuribdi-ku kulib jilmayib, ayol kulib turib bo'lishi mumkin, dunyoni olishi mumkin jilmayib. Erkaklarning baxtiga ayollar bo'lsin omon, ayollar bor ekan go'zaldir zamon. Qarsaklarni bu juraslarni topshirib qo'yamiz. Bittadan berasiz ayollarimizga. Katta rahmat. Rahmat g'ayrat. Это дружеский, да? Нет, это все разлуки считается. Через 10 лет не уйдете. Rahmat yigitlar. Sog' bo'linglar, zo'r e'tibor bo'ldi. Kakras akani to'xtamay kelaverdi. Mana qoraston. Tayyormiz? Demak, ketdik. Ketganda nima qilish kerak? O'tirish kerak. O'tirib olsin deyapti. Kimdir o'tirib olish kerak? Ketdik. Stop qo'yish kerak. Noila katta. Başlayalım. Apa